Oldinlari u ko'zguga qarardi. Yuz bor, lekin unda kulgu yo'q edi. Rangi so'nib qolgan. Ko'z atroflari stress va charchoq o'z izlarini qoldirgan. Unutilgan orzular va istaklar. Yillar davomida boshqalar uchun yashagan ayol. Asta-sekin o'zini unutganini sezmay qolgan edi. Ko'zlarida birgina savol turardi. Men ham yana go'zal bo'lishim mumkinmi? Biz uni eshitdik va bunga yechim topdik. Biz uni bo'yoq bilan yashirmadik. Fillerlar va yuz o'zgartirish bilan berkitmadik. Biz unga o'zini eslata boshladik. Har bir stress izlariga ehtiyotkorlik bilan yondoshdik. Har bir to'qimani vitaminlar bilan to'yintirdik. Teri asta-sekin nafas oldi. Ayol esa o'zini yana his qilishni boshladi. Natija: bu nafaqat go'zallik, bu ichki ishonch, bu yengillik, bu hayotga qaytish. Endi u ko'zguga qaraydi va o'ziga minnatdorchilik, mehr bilan qaraydi. Chunki Shahnoza klinikda kosmetologiya bu faqat muolajalar emas. Bu ayolga o'zini yanada qadrlashni, sevishni, to'g'ri parvarishlashni o'rgatish san'atidir.